Kaçı lağmenning puliga chidab, uyinglarni o'maq balanglarga yoki yosh bolalar güzel ma'rifatinglarga ep so'qsanglar, intayin qo'shib turgan sabay bu kabi va sat o'rdak cho'jisga. Endi do'yinda men buni ko'rgandan keyin qarsam shundoq chiroyli qilmoqchi bas baklazanka buni 19 qo'ydan boshlandik-a. Endi bolalarga yoki qiz do'stlar qo'nchaq qilib baqqanlar bo'lishi mumkin. Bundaq yo'g'on qo'nchaqlarni kirsak necha yuz qo'ylarga olamiz. Shuni bilan bas azanka deb uzamchi eng yo'g'onni epirib o'tibman qaranglar qizimga. Ko'rgansizlar, qizim buni bo'yindan tutib quchoqlasa put yedi turdi. Qizimdim yo'g'anka bu. Buni shuning bilan ko'ttirib, ustiga chiqib, minib, urib, dassab, o'ynab, shunda xo'shib ketdi zodi. Endi yosh qizlarmi buni zirka vaqtida mana urib, mushlab, ustiga chiqib, quchoqlab, beshi qo'yib, yetib, ma hozirda kaba so'q vaqtida quchoqlab, yasimi buldigan. Ayt, baland qo'nchaqqa bu suputinimi ayt, rozi bo'ldim. Gerçi bazı azam bo'lsin, xil suput yaxshika. Albatta bizning o'zimizning balisining, qiz do'stlarining shunda xo'shalligini ko'rishdan ortiq baxt bormi? Shunami? Shuning uchun bu baxtni sizlar uzun surib baqsin deb Astık seri qarovga esib qo'ydim. Basi 19 qo'ydim başlandı. Bütün Şinjanga kirasi haqsiz, lekin soni cheklik. Yoqtirgan do'stlar, astık seri qarovdan tizdan setib olinglar. Rahmat.